Assalomu alaykum. Xayrli kech. Yoqimli, go'zal oqshomlar hammaga. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel akşam. Hep mutlu olun. Har doim baxtli bo'ling, xursand bo'lib yashang. Mikrofonlarim ishladi. Zapis ham ishlayapti. Demak, hammasi yaxshi, hepsi iyi. Oyizdan boshlaymiz. Tamam, boshlaymiz. O'zimni tanishtirib o'taman. Demak, ovoz bor hammaga. Ovoz bor. Tushundingmi? Rahmat. Men savol berib so'ragan paytimda iloji boricha aktiv bo'lib, yozib turishga harakat qilinglar. Mikrofon o'chib qolmadimikin deb qarab turibman. Yo'q, svetni yoqamiz. Svet yoqmasa bo'lmas ekan. Mana svetni yoqdik. Demak, ovoz bor, hammasi yaxshi. Ko'rinish hammasi yaxshi, to'g'rimi? Boshlasak bo'ladi. Men o'zimni tanishtirib o'taman. Men chat guruhiga ham qarab turibman. Yangi kelganlarga xush kelibsizlar. Meni endi ko'rib turganlarga o'zimni tanishtirib o'taman va tanishtirishdan hech qachon charchamayman. Men Dilora Rustamovni bilaman. Ancha yillardan beri shu sferada ijod qilib kelmoqdaman. Bu psixologiyasiz, to'g'risini aytsam, yasholmayman. Har doim psixologiya bilan birgalikda har bir hayotimda onini anglab, his qilib, yaxshi tomonga o'zgartirib yashayman. Menga faqatgina shu bilimlar yordam beradi. Hamma narsadan, har bir holatdan chiqishimga. Aynan o'zimdagi bor bilimlarni bugun sizlarga taqdim etmoqchiman. Umuman olganda taqdim etib boryapman. Ancha paytlardan beri ochiq efirlar berib boryapman. Kim ochiq efirlarni eshitdi? Qanaqa anglashlar oldi? Qisqa yozib yuborasizlarmi? Men chat guruhiga qarab turaman. Aynan siz uchun berib borayotgan chat guruhlarimizda bepul darslarimizni eshitib boryapsizlarmi? Ustoz bir qizga juda bog'lanib qolibman. Bugun ishdan ketdi. Meni yuragim og'ridi. Shunchalik unga bog'lanib qolganimni
u ketganidan keyin bildim, uyga sig'may boryapman. Endi qarang, Feruza hech qachon hayotda kimgadir, nimagadir bog'lanish mumkin emas. Siz kimgadir, nimagadir bog'langan paytingizda o'zingizni o'zligingizdan, asliyatingizdan ketgan bo'lasiz. Ya'ni ichingizdagi o'zingizga, ya'ni ichingizdagi kichkinagina go'zal, chiroyli Feruzaga ishonmayotgan bo'lasiz. Xursandchiligingizni, baxtingizni, sevgingizni, har bitta o'rtada tashlanadigan siringizni aynan o'sha odam bilan bog'lab qo'ygan bo'lasiz. Tasavvur qiling, hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin-da. Любой время, masalan, bizning hayotimizda tug'ilish bor, o'lish bor. Xohlagan paytingizda Xudo xohlagan insonini bizning yonimizdan olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun biz hech qachon hech narsaga bog'lanmasligimiz kerak. Kimgadir bog'lanib qolganingizda ayting o'zingizga, men avvalambor o'zimga ishonaman. O'zimdagi ichimdagi kuchimga, asliyatimga ishonaman. Tashqarida hamma narsa kelib ketuvchi, lekin men bilan bir umr qoladigan bu men o'zim bo'laman deb takrorlab yurishingiz kerak. Mumkin emas kimgadir qattiq bog'lanib qolish. Aynan biz darslarimizda bog'liqlikdan uzilish bo'yicha praktikalar berganmiz. Shu praktikani ishda bajarib ko'rasiz. Agar topolmasangiz, menga yozsangiz, men sizga uni beraman. Sizni taniganimdan o'zimni sevishni o'rgandim, rahmat. Boshqalar menga kerak emasligini angladim. Ayniqsa keraksiz odamlarni. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, rahmat sizga ham. Sizni tarbiya qilgan ota-onangizga ham rahmat. Sirobgar ayol kursini 3-kun darsda bergan bilimlaringizdan juda ko'p anglash oldim. Juda ajoyib mehrli tushuntirgansiz. Men ham hammaga borimcha muomala qilaman, ammo buni boshqalar loq deb ustimdan kulishadi. Men simaslikka olib kelgani uchun o'zim bilan nimadir g'alati deb o'ylardim. Ammo unday emas ekan. Albatta, unaqa emas. Rahmat sizga. Anglashlaringiz oldida bosh egaman, har doim sizga ta'zim qilaman. Unda sekinlik bilan bugungi darsimizni boshlaymiz. Men hozir chat guruhlarini ochib olsam. Savollarga keyinroq javob yozib boraman. Aynan savollaringizni bugungi mavzuga bog'lab ketaman. Demak, xonimlar va janoblar, lady and gentlemen, go'zal farishtalar, meleklar, bugun sizlar uchun munosabatlar karmasi haqida gaplashamiz. Munosabatlar karmasi. Xo'p, siz bugun bekordan bekor bu efirga kelib qolmadingiz. Hali ham kech emas, yaqinlaringiz, do'stlaringizni efirga taklif qiling. Ular uchun ham ajoyib super dars bo'ladi. Chunki aynan mana shu darslarni o'rganganimdan keyin, men karmani tushunganimdan keyin hayotimni o'zgartirib yuborganman 100 darajaga. Chunki siz bekordan bekorga, yana qaytarib aytaman, bugungi efirda emassiz. Nima uchundirki, siz bugun sizni ilohiy ruhingiz, qalbingizdagi nuringiz, yuragingizdagi farishtangiz, ichingizdagi farishtaga bog'lanib ketgan ruhingiz qo'lingizdan yetaklab bu efirga olib kelib qo'ydi. Bu shunchaki kanal emas, bu kanalda faqat biz qalbimizni dunyolarga ochamiz. Qalbimizni butun borliqqa, cheksizlikka qadar ochamiz. Bu kanalda biz bir-birimizni sevishni o'rganamiz. Demak, sizni qalbingizda sevgi, tinchlik, uyg'unlik chiqishda boshlaydi darslardan keyin. Biz bugun munosabatlar karmasini anglaymiz, tushunamiz va bu orqali sevgi energiyasini o'zimizda ochamiz. Sevgi energiyasini qalbimizda ochamiz. Sevgi energiyasini yuragimizda porlab, nur kabi atrofga yoritamiz. Sizlarni men ham yaxshi ko'raman, qalbim, yuragi sizlar uchun bo'ladi. Demak, munosabatlar karmasi. Men sizlar savollaringga ham qarab o'qib ketyapman. Mana hozir yozib boryapsizlar, hammasini eshitib turibman, o'qib turibman, kechirasizlar. Xo'p, biz karmani nima deb o'ylaymiz?
ko'pchilik karmani judayam qo'rqinchli tushunadi. Karma bu umuman qo'rqinchli narsa emas. Karmaga siz oddiy nazar bilan qarashingiz kerak. Hozir Quyosh deb yozib qo'ygan mana ishtirokchimiz ham borlar. Sirobkar chat guruhimizga hammani taklif qiling, hammani bu yerga chaqiring, bu yerga olib keling. Judayam chiroyli mavzuni ochayotganligimizni ayting. Sizdan kichkinagina iltimos, bu topshiriq. Ham topshiriq, ham iltimos. Xo'p, biz karmani haqida gaplashishni boshlaymiz. Munosabatlar karmasi. Mana men sizlarni o'qib boryapman. Karma o'zi aslida bu jazo emas. Biz karmani nima ekanligini tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Hayotda har xil karmalar bor. Bu sevgi karmasi, ota-ona bilan bog'liq karma, undan tashqari ajdodlar karmasi, o'tgan hayotdagi qasamlar karmasi va ajralish, xiyonat, yo'qotish karmalari hisoblanadi. Xo'p, biz karma so'zini oz-moz tushunib olishimiz kerak. Karma bu tugallanmagan savol. Karma bu tugallanmagan taqdir. Karma bu qaysidir bir inson bilan hal qilinmagan savol. Karma o'zi bu tajriba. Hammamiz bu hayotda karma orqali yashaymiz. Dunyo aholisidan oladigan bo'lsak, 80% insonlar dunyoda karma bilan yashaydi. Xo'p, u nima degani? Karma atrofingizga hozir qarab, hayotingizni bitta tahlil qilib ketaverasiz. Endi qarang, atrofingizda siz kelisha olmaydigan judayam ko'p insonlar bor bo'lsa, bu bo'ladi ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz, yana boshqa kimlardir. Ko'p ular bilan kelisha olmaysiz. Farzand qabul qilish 0, erda qabul qilish 0, qaynonani yomon ko'rish bor. Boshlig'ingiz yomon ko'rish bor. Ko'p bu odamlar bilan munosabat. Bu karmik munosabat deyiladi. Demakki, siz atrofingizga kelisha olmaydigan insonlaringiz qanchalik ko'p bo'lsa, siz hozir aynan karma hayotni global yuqori nuqtasida, ya'ni toj kiygan hayotda yashaysiz. Hali yetarlicha savollar hal bo'lmagan insonlar bilan. Ikkita inson hayotiga bu hayotdan kelishidan oldin biz yuqoridan, Xudoni oldidan ruh sifatida tanaga tushirib yuborilamiz. Tepada va biz bu hayotga juda ko'p kelamiz, karma hayotga, aynan bu planetaga. Tepada kelishilgan holatda insonlar bilan biz pastga yuborilamiz. Ya'ni kichkinagina ruhimiz bo'ladi. Ruh juda ham yengil, 40 grammgacha uni og'irligi. Aynan mana shu ruh bizning tanamizga kirib, bizni tanamizni idora qiladi, bizni tanamizni boshqaradi. Demak, tepada hamma ruhlar bir-biri bilan kelishgan holatda yerga yuboriladi. Sizda hozirgi paytda yerdagi eng yaqin insonlaringiz bilan siz ko'p marta uchrashgansiz. Misol uchun olaylik, hayotda 3 ta farzandingiz bor. 2 ta farzandingiz bilan yaxshi kelishasiz, bittasi bilan umuman kelisha olmaysiz. Demakki, 2 ta farzandingiz bilan oxirigacha savol tugallanmagan. O'sha farzandga nisbatan nafrat, g'azab, alam qolib ketgan, u umuman qabul qilinmagan, tan olinmagan va u farzand yana bu hayotda siz bilan uchrashadi. Biz masalan oldingi hayotda farzandimizga bu hayotda ona bo'lib kelgan bo'lsa, oldingi hayotda uni akasi yo opasi bo'lib kelamiz. Har doim qarindosh ruhlar bu hayotda birga bo'ladi. Demak, hozir sizni yoningizdagi hamma insonlar, siz ular bilan juda ham ko'p uchrashgan qarindosh ruhlar hisoblanasiz va ular bilan siz karmik munosabatdasiz. Demak, o'sha siz yomon ko'radigan qaynona sizni bu yerda boshqa bir etapga o'tkazib beruvchi ruh hisoblanadi. Siz yuqorida kelishasiz. Men misol ongida aytyapman, qaynona, er, chunki bizning atrofimizda eng yaqin insonlar shular bo'ladi. Sizni turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz yuqorida kelishasiz. Men
judayam insonlarni qabul qilolmayman, tanqid qilaman, ularniga nisbatan manda abida ko'p, mani jahlimni chiqaraveradi, qanaqadir problemalar mani xafa qilaveradi. San menga yuqorida aytishadi, kelishadi ular. San menga mana shu vaziyatlarda yordamchi bo'lasan. San menga shu holatlarda o'tkazib berasan va sani menga bergan azoblaring natijasida man sevgiga o'tib ketishni xohlayman dedi. Chunki bilasizmi, siz yillar mobaynida qaysidir odam bilan urushib уже mana beringizga keladi. Chunki u odam sizga battar jahlingizni chiqaradigan vaziyat yaratib beraveradi, sizni battar siqaveradi, sizni battar qiynaveradi. Siz u bilan yuqorida kelishganligingiz uchun ham u sizni battar qilaveradi va natijada уже siz urushishga kuch qolmaydi, o'zi hech narsa qolmaydi sizda va siz man bo'ldi, уже charchadim janjallardan, g'urvatlardan charchadim, mani tanam tinchlanishni xohlaydi deb aytasizda va o'sha inson bilan sekinlik bilan sevgiga kelishni boshlaysiz. Ya'niki u insonni sizga bergan og'riqlarni tan olasiz. U sizga baqirib gapirsa ham tan olaverasiz, jahlingizni chiqarsa ham tan olaverasiz, kayfiyatingizni tushirsa ham tan olaverasiz. Chunki sizni ichingizda kuch qolmadi. U bilan olishishga sizda hech qanaqa energiya yo'q. Va shu orqali siz o'sha inson bilan sekinlik bilan karma savolingizni yakunlashni boshlaysiz va shu orqali o'sha inson bilan siz yaxshi munosabatga o'tishni boshlaysiz. Biz bilamiz, inson mana shu yer planetasiga 7 martagacha keladi va bu dinda ham yozilgan. Xudodan 7 qaytgan deb aytiladi-ku. Biz planetaga har doim, har safar kelganimizda yuqori ilmlarni, yuqori bilimlarni o'rganib, komillikka erishib, asta ko'tarilib boraveramiz. Masalan, hozirgi paytda prezidentlar bor va juda ham mashhur insonlar, Elon Musk deb olaylik. Ular yerga juda ham katta missiya bilan kelgan. Ular texnikani tushuntirib berish uchun kelgan va juda ko'p kelganligi bois ularda iqtidor ochilib ketgan. Ularda bilim materiali juda ham ko'p. Shuning uchun u yerga yengillashtirish uchun, texnikalarni oson yo'lini ko'rsatish uchun kelgan va missiya juda ham katta va juda ko'p bu yer planetasiga kelgan. Siz masalan hozirgi paytda oddiy kimnidir qo'lida ishchi bo'lib ishlayotgan bo'lishingiz mumkin, yoki bo'lmasa oddiy qilib aytganda farrosh bo'lishingiz mumkin, qorovul, va siz yangi kelgansiz yerga va yerdagi asta tajribalarni o'tishni boshlaysiz va keyingi hayotda siz til o'rganasiz, keyingi hayotda texnikani o'rganasiz va shu orqali siz ham aynan Elon Muskga o'xshagan yerda juda ham katta missiyasi bor insonga aylanasiz. Masalan, yana kimlarni oladigan bo'lsak, prezidentlar bor, ularning ham missiyasi juda katta. Ular butun bir respublikani boshqaradi. Chunki ularda kerakli bo'lgan bilimlar bazasi ko'p. Agar siz hayotda ishsiz bo'ladigan bo'lsangiz, hozir savol berishsiz, ishsiz bo'lsa-chi deb, ishsiz bor odamning missiyasi balki qanaqadir farzandlaringiz bordir, oilangizda bolalaringiz bordir. Misol uchun aytaman, o'sha bolalaringizni siz kuchli, manfaatli inson qilib berish uchun bu hayotga kelgansiz. Bir xil onalar bor, bir xil ayollar bor, faqatgina farzandni bu yerga o'tkazib beradi. O'zi hech qanaqa ish qilmaydi, lekin farzand o'tkazib beradi. Uni farzandini ham qaysidir missiya pog'onasi bor u yerda, aynan o'sha missiyani farzand bajaradi. Biz ko'pincha o'zimiz hayotimizda qarab ko'ramizda, atrofga xuddi kerakmasdek his qilamiz. Siz tushuning, siz bu yerga kerakligingiz uchun ham bu yerdasiz. Yerda keraksiz insonlar kerakli paytda olib tashlanadi. Bir paytlar 2019, 2020, 2021-yillar Covid paytida juda ko'p insonlar bu yerda hayot tark etdi. Chunki ular kerakli bo'lgan missiyasini tugatishdi. O'zlariga kerakli bo'lgan o'sha ruhini olib kelgan tajribalarini tugatganligi uchun bu yerni tark etib ketishdi. Va tepadan shunaqangi kuchli ruhlar yerga tushdi
o'sha yillari 2020-yillardan keyin va ular katta bo'lib, juda katta yerga o'zining missiyasini ko'rsatadi va biz borgan sari hozir ko'rib turibsiz, juda katta o'tish yo'lidamiz, juda katta evolyutsiyani o'tkazayapmiz. Masalan, vaqtida bizani ota-bobolarimiz biz uchun och ham bo'lib berishdi. Biz uchun qiyinchiliklarda yashab berishdi, qatag'onlar bo'ldi, qanchadan qancha insonlar bu hayotda tark etdi. Ularga nohaqlik bo'yniga qo'yishdi. Qiyinchiliklarda o'limi, ularni qiynab o'ldirishdi ham. Bizaga mana shu narsalarni o'tib hozirgi hayot taqdim etishdi. Endi bizdan keyingi kelayotgan avlod, ya'ni avlod deyiladi. Biz oldindamiz, bizdan keyingi tug'ilayotgan farzandlar avlod hisoblanadi. Ya'ni ular yana ham katta yerga kerakli bo'lgan, yerda o'sishi uchun kerakli bo'lgan hamma texnikalarni olib kelishadi. Endi biz mana shu hayotda ikkita inson, karmik munosabatdagi insonlar biz. Biz bir-birimizga oldingi hayotda tushunmagan narsamizni tushuntirish uchun kelamiz. Tushunarlimi? Yoningizdagi qaysidir bir inson, yonidagi qaysi bir insonga bir narsani tushunmagan narsani tushuntirish uchun keladi. Boya bitta qizimiz yozdilar-ku, mana bir dugonam yonimdan ketib qoldi, ishdan ketib qoldi deb. Mana ikkita inson, mana ikkita do'st bir-biriga kerakli bo'lgan darsini tugatganidan keyin ham o'sha odamni olib tashlanadi. Hayotda o'zi shunday avtomatik olib tashlanadi. Balki ularning qaysidir energiyasi o'sib ketgan bo'lishi mumkin. Chunki biz har doim o'zimizga mos energiyali insonlar bilan bu hayotda yashaymiz. Siz o'zingizga mos turmush o'rtoq, o'zingizga mos qaynona, qaynota, amma, jiyan, xola, hammasi hozir sizga mosligi uchun ham siz ular bilan hozir bir to'lqindasiz, bir hayotda, bir uyda, bir makonda yashaysiz. Demakki, ular bilan sizni to'lqiningiz bir-biringizga mos. Nimaga bu bizada karma hayot deyiladi? Karma bu destruktiv, ya'ni og'ir hayot, yomon degan ma'noda. Karma, qalbga qarshi yashash. Karmik partnyor ko'p bo'lgan insonlar birinchi va ikkinchi chakrada yashaydi. Ularda barbod qilish energiyasi juda ham ko'p. Ya'niki biz o'zimiz bilmagan holatda atrofdagi insonlarni destruktiv, yomon energiyamiz bilan barbod qilib tashlaymiz. Farzandlarimiz, turmush o'rtog'imiz, yaqin do'stlarimiz, xola amalarimiz. Biz kimlar bilan ko'proq отношениядamiz, kimlar bilan ko'proq munosabatdamiz. Aynan o'shalarni yomon konstruktiv energiyamiz bilan birinchi, ikkinchi chakrada energiyasi bilan barbod qilib tashlaymiz. Insonda chakralari o'sgan sari hayot nurga to'lib boraveradi. O'sha 3-chakradan qalb chakrasiga o'tiladi. Biz hozir birinchi, ikkinchi chakra, ya'ni karmik munosabatlar haqida gaplashyapmiz. Siz qachonki destruktiv hayotni, yomon hayotni tugatishni boshlasangiz, konstruktiv, ya'ni ongli yaratish, yaxshi hayot pozitsiyasiga o'tasiz. Ya'ni siz yaratasiz. Destruktiv bu juda ham yomon energiya, yomon hayot. Konstruktiv bu juda ham chiroyli yaratish hayoti. Siz masalan deb olaylik, oldingi hayotda farzandingizni juda ham ko'p urgansiz. Siz keyingi hayotda o'sha urgan farzandingizda otasi bo'lib kelishingiz mumkin yoki onasi bo'lib kelishingiz mumkin. Va shu orqali siz ota-onani qabul qilasiz. Siz hozir yana konkretniy tushuntiraman sizga. Siz deylik, bu hayotda, mayli hozirgi hayotda olamiz, farzandingizni qattiq qo'l bilan urasiz, jazolaysiz, qiynaysiz. Keyingi hayotda aynan sizni farzandlaringiz sizga ota-ona bo'lib keladi, ular sizni jazolashni boshlaydi. Chunki hamma narsa qaytadi.
yo buni keyingi hayotda qaytadi yoki bu hayotda qaytadi. Shunga ahamiyatli berishingiz kerak. Biz bergan hamma narsamizni yo bu hayotda olamiz, yo keyingi hayotda olamiz. Siz farzandingizni urib, qiynab, og'riq bilan uni barbod qilib, hozirgi paytda katta qiladigan bo'lsangiz, keyingi hayotda aynan sizni shunaqa qilib jazolashadi. Sizni ota-onangiz shunaqa qilib jazolashadi, sizni qo'l ko'tarishadi, sizni urib, qiynab, tepib, dabdala qilib yotqizib tashlashadi. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun hech qachon hech bir insonga, даже yerda yurib ketadigan chumoliga ham ozor berish mumkin emas. Hamma narsani obratkasi bor, hamma narsani qaytimi bor, hamma narsani bizga tez kelishi bor. Shuning uchun kimgadir yomonlik qilayotgan paytingiz, kimnidir muhokama qilayotgan paytingiz har doim his qilib turing, bu narsa baribir menga qaytadi deb. Biz o'ylaymiz, shu o'lsam deymiz, ko'pchilik bo'ladi, o'lim programmasini ishlab olamiz-ku. Hamma narsadan qutulib ketaman, o'sha jonimga tegib ketdi bu hayot deymiz-ku. Yo kimdir o'zini joniga qasd qiladi yoki kimdir o'zi bilmagan holatda o'limni chaqirib oladi va bu hayotdan o'tib ketadi. Endi qarang, siz destruktiv hayot bilan bu hayot tark etsangiz, ya'ni hammani yomonlab, urushib, janjallashib, odamlarga yomonlik qilib, keyin o'lim programmasini chaqirib olib, o'lib ketsangiz, siz keyingi shunaqa qiynaydigan hayotda kelasiz, do'zaxiy hayotda kelasiz. Ya'niki siz bu hayotda kelganingizdan keyin sizga hamma bergan, sizni qiynagan insonlar sizni jazolash uchun keladi atrofingizga. Shunday biza qarindosh ruhlar, tanish ruhlar sizni ruhingizni atrofiga to'planamiz va sizni bizga bergan zulmlaringiz uchun biz sizga zulm berishni boshlaymiz. Siz hozir slabый звено farzandingizni olaylik, qiynaysiz uni. Chunki u slabый звено, kuchingiz unga yetadi. Lekin siz bilmaysiz-ku, keyingi hayotda u kelib sizni qiynab jazolashini. Yoki kimgadir yomonlik qilib, ovqatiga yomon zaharli dori qo'shib berishimiz mumkin. Tezroq shu odam bu hayotdan ketsin deb, hech kim bilmaydi-ku deb. Lekin hech kim bilmaydi emas. Yuqorida hammasi yozib boriladi. Yuqorida hammasi tekshiruv orqali yoziladi. Ilmiy tekshiruv bo'ladi tepada ham. Aytiladi-ku, ikkita yelkamizda bizning yomonligimiz ham, yaxshiligimiz ham farishtalar yozib oladi deb. O'sha yozilgan narsa hammasi qaytadi sizga. Mana qarang. Nafas olasiz, nafas chiqarasiz. Nafas olib, nafas chiqarasiz. Demak, nafasni olamiz va buni qaytimi bor biz chiqaramiz. Uxlaymiz, uyg'onamiz. Ovqatlanamiz, uni chiqaramiz. Hamma narsani olish berish qonuni bor-ku. Xuddi shunday jazoga jazo qaytadi, yomonga yomon qaytadi. Barbodga barbod qaytadi, barbod qilishga barbod qilish qaytadi. Sevgiga sevgi qaytadi. Muhabbatga muhabbat, ishqqa ishq qaytadi. Kimnidir hozirgi paytda qiynab, jazolab, zulm qiladigan bo'lsangiz, to'xtating hammasini. Buni obratkasi yomon keladi. Juda qattiq obratkasini olasiz. Kibrlanmang hech qachon. Xudo u kibrni o'zingiz bilmagan holatda sizdan olib qo'yadi. Aynan o'sha kibrlangan insonlaringizni sizga siz o'sha kibrlangan insonlaringiz, siz ya'ni kimgadir kibrlanasiz-ku, pulingiz ko'payib boyib ketsangiz, o'sha insonlar siz o'sha insonlarni oyog'iga yotishingizga to'g'ri keladi. Balki bu hayotda, balki keyingi hayotda. Chunki tepaga chiqqaningizda hammasini javobi bo'ladi. Chunki biz hali kelamiz 5-6-7 martagacha bu planetaga, Yer planetasiga. Chunki planetalar juda ham ko'p-da. Yer planetasi eng og'ir planeta. Yer planetasi karmический planeta. Yer planetasi bir-biriga og'riq beruvchi planeta, bir-birini jazolaydigan, bir-birini qiynaydigan planeta. Siz
boshqa planetalarga o'tib ketishingiz mumkin. Yuqorida payg'ambarlar planetasi bor. Muhammad payg'ambar yomonlik qilgan odam hech qachon yomonlik qilgan eshitganmisiz? Faqat sevgi bergan u. U hech qachon xafa bo'lmagan payg'ambarimiz, xafa bo'lmaganlar payg'ambarimiz. Xuddi shunday siz ham aynan o'sha payg'ambarlarning davomchisiz. Biz odam Atto va momo Havvodan yaralganmiz. Bu degani hammamiz bir-birimizdan bitta hujayramiz. Siz yomon ko'radigan o'sha insonlar sizni qaysidir qo'lingiz, oyog'ingiz, sochingizni tolasi, nimalaringizdir. Siz agar shu vaziyatlar orqali ketaversangiz, kechira olmasangiz, jahl qilaversangiz, karmический hayotda yashaverasiz. Siz karmический hayotni tugallashni umuman xohlamaysiz. Mana qarang, shunaqa insonlar bo'ladi. Yoshligidan ota-onasi qiynab katta qiladi. Undan keyin turmushga chiqadi. Aynan turmush o'rtog'i ham uni qiynaydi, jazolaydi. Vaqt kelsa och qoladi. Sovuqda kiyimsiz qolib ketadi, och-nahor yuradi. Shunaqa insonlar bor, shunaqa bitta ayol, bir qizni bilaman. Yoshligidan qiyinchilikda kelgan, haligacha. Uni oldingi hayotiga qarab ko'rsangiz, uni o'zi aynan insonlarga shu og'riqni bergan bo'ladi. Biz yangi karma yaratish emas, biz yangi hayot, sevgi hayotini yaratishimiz kerak. Chunki biz yaratamiz har bitta hayotimizni. Chunki mana qarang, bizani jazolaradi. Biz anglashimiz kerak, tushunishimiz kerak, чтобы u narsani to'g'rilashga. Biz bu hayotga kelishimizdan asosiy maqsad sevishni o'rganish. Hamma narsada sevishni o'rganish, hamma narsada ishonchni o'rganish, ilm olish, qalb orqali his qilish hamma narsani. Farzandlar orqali his qilishimiz, go'zalliklarni ko'rishimiz. Agar hozirgi paytda atrofingizda sizni qiynaydigan insonlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, marhamat, siz karmический hayotda yashayapsiz va siz uni yakunlashni ham xohlamayapsiz. Tugatmoqchi bo'lsangiz, karma hayotni. Men bo'ldi, shu paytgacha karma hayotda yashadim. Shuncha tajribalardan o'tdim. Ersiz ham yashadim, pulsiz ham yashadim, qiyinchilikda ham yashadim, farzandsiz ham yashadim, ota-onam meni qiynab ham yashadi. Men bo'ldi, hammasidan charchadim. Men bo'ldi, bu o'tmishdagi hayotimdi, hozirgi oldimda yurgan hayotimdagi insonlarni hammasiga boshigaman. Ularni hammasini tan olaman. Men atrofimda kim meni qanaqa insonlar qiynagan bo'lsa, ularni hammasiga qalbimda joy beraman. Ularni hammasini mana shu kichkinagina yuragimga kirgizib yuboraman. Ularni hammasini butunlay tanam bilan, ularni sevgisini tanam bilan his qilaman. Qabul qilaman, tan olaman, qalbimda joy beraman. Mana shu gaplarni aytishingiz bilan, sekinlik bilan ularga nisbatan sizda sevinch uyg'onadi. Ularga nisbatan yorug'lik, qalbingizda nur ko'rishni boshlaysiz. Siz mana bizga ko'p narsalar o'rgatilmaydi. Tualetga borishni avtomatik bilamiz, chunki bizni DNKmizda bor. Cho'milish DNKmizda bor. Jinsiy hayot DNKmizda bor. Biz qanaqa qilib jinsiy отношение kiramiz deb kimdandir so'ramaymiz, chunki bizning genimizga kiritilgan. Xuddi shunday bizning genimizda, DNKmizda sevgi ham bor. Просто u sevgini hayotiy tajribalaringiz, og'riqlaringiz, alamlaringiz, nafratlaringiz yopib tashlaydi. U sevgiga joy qolmaydi bizda. Chunki tanamiz 100% oladigan bo'lsak,
9% joyini faqat yomon narsalar, yomon o'y, xayol, fikrlar, insonlarni muhokama qilishlar, o'sha narsa butunlay qamrab olgan. 1% sevgi. Tasavvur qiling, siz 1% sevgida yashaganingizdan keyin qanaqa qilib insonlarni qabul qilib, qanaqa qilib bilan kechirishingiz mumkin? Shuning uchun siz o'sha 1% ga 2%, 3%, 4%, 5% nurni qo'shsangiz o'zgaradida. Inson qalbi nurga to'lib ketganligini qanday bilish mumkin? Yuzi go'zallashadi, rang ochiladi, yurak ochiladi. Mana bu yuzda svetni rangi oqarishni boshlaydi. Karma hayotda yashagan insonlarning rangi temurroq hisoblanadi. Shuning uchun afrikaliklarni bilasizlar, juda ham qora tanli hisoblanadi va ularni karma hayoti og'ir. Rossiyani aholisi oq. Ularni hayoti rostdan ham e'tibor berib qarasangiz juda ham yengil, oson hayotda yashaydi. Chunki ular ko'p karma savollarini hal qilgan. Ularda kimnidir muhokama qilish, kimnidir yomon ko'rish yo'q. No bor. O'zbekistondaqa insonlarda emasda, chunki biz hali ko'proq karmada yashaymiz. Qiyinchiroq hayot, qiyinroq hayotda yashaymiz. Yer planetasini oladigan bo'lsak, qaysidir yer planetasini qaysidir joyida hayot juda zo'r, qaysidir joyida qiyin, qaysidir joyida o'rta, qaysidir joyida juda ham yomon, qaysidir joyida juda ham zo'r. Oladigan bo'lsak, masalan, yer planetasini. Aynan bizani karma hayotimiz shu O'zbekistonga mosligi uchun biz O'zbekistonda tug'ilganmiz. Va kimlardir ongini o'stirib tozalangan sari chiroyli hayotlarda boshqa davlatlarga ko'chib ketishadi. Balki shu O'zbekistonda o'zida chiroyli, go'zal hayot yaratishadi. Chiroyli, ongli hayot yaratishni boshlashadi. Siz alkogol bilan bu hayotni tark etsangiz, ichuvchi bo'lib, misol uchun, keyingi hayotda aynan alkogolichni iste'mol qiladigan ota-onani hayotida tug'ilasiz. Chunki buni ilojisi yo'q, chunki siz alkogol bilan ketdingiz. Bu hayotni tark etadigan paytingiz ham alkogolni ichyapsiz va shu orqali ketdingiz. Aynan alkogol hayotdagi ota-onani tortib olasiz va shu hayotga kelasiz. Endi to'g'ri, ko'pchilik alkogolni ichadi, kimdir yaxshi ma'noda, kimdir yomon ma'noda. Lekin men hozir aynan alkogolni juda ham kuchli mukkasidan ketib qolgan insonlar haqida gapiryapman. U alkogollar erkaklar xotinini uradi, farzandini uradi, oilasiga pul olib kelmaydi. Siz aynan o'sha ona, o'sha ota oilasida tug'ilib qolasiz. Ko'ryapsizmi? Qanchalik og'ir hayot. Shuning uchun nimagadir kuchli berilib ketgan bo'lsangiz, hozirdan u narsani to'g'rilashingiz kerak. Bu kelajagingiz uchun, keyingi hayotingiz uchun juda ham kerakli. Alkogolni ko'p iste'mol qiladigan bo'lsak, balki turmush o'rtog'ingiz, erkak turmush o'rtog'ingiz, uni asta-sekinlik bilan voz kechish kerak undan. Chunki bu alkogol tanani chirituvchi mahsulot hisoblanadi. Siz o'zingizni taningizni sevmasligingizdan uni chirita boshlaysiz. Uni chiritasiz. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'ladi, erkak ichmasa ham bo'lmaydi. Sababi kuchli bosimda yashaydi. O'sha bosimni pasaytirib, balki ishda bosim bo'lishi mumkin, uyda bosim bo'lishi mumkin. O'sha bosimni pasaytirib, alkogoldan sekinlik bilan chiqish kerak. Shunday qilib biz fikrlarimizni, hayotimizni, ongimizni o'zgartirsak, insonlarni qabul qilishni boshlasak, biz sekinlik bilan hayotimizda karmik hayotda ongli munosabatga olib chiqishni boshlaymiz. Mana bu qandaydir manda ham tozalanish ketdi, qandaydir yuzimda qichishlar bo'lyapti, ahamiyat bermaymiz. Mana qarang, diddomga tashlab ketgan farzandlar, ular o'zini oldingi hayotida o'zini farzandini tashlab ketgan bolalar. Ko'ryapsizmi, obratkasi qanaqa qilib qaytadi. Keyin biz judayam o'zimizdan farishta yasaymizda, ko'pchiligimiz odamlarni muhokama qilamiz, fohishalarni muhokama qilamiz,
mumkin emas fohishani muhokama qilishingiz. Chunki uni o'zini tajribasi bor yerda, o'zini hayoti bor. Siz uni muhokama qilgan paytingizda o'zingiz ham aynan o'sha insonni hayotini tortib olishingiz mumkin, yo farzandingizga o'tkazishingiz mumkin. Xuddi o'shanaqa hayotni o'zingizga tortib olasiz, bilmay qolasiz. Qo'ying u fohisha, u qanaqa qilib yashaydigan bo'lsa, o'zini hayotida yashasin. U hozir boshqacha hayotda yashay olmaydi. Unga hozir mana shu tajriba kerak. U ham qaysidir paytda anglaydi, his qiladi. Men bu ortiq bu narsada yashamayman, men charchadim o'sha deb qachondir tark etadi. Ayni paytda siz uni muhokama qilib, gapirishga haqqingiz yo'q. Biz kimnidir gapirishga, kimnidir muhokama qilishga umuman haqqimiz yo'q. Chunki bu haq-huquqni bizga Xudo bermagan. U Xudo yaratgan bandani biz muhokama qilishga haqqimiz yo'q. Uni gapirishga. U o'zini hayoti, o'zini darsi, o'zini tajribasida yashab o'tadigan ruh hisoblanadi. Uni ham ichida aynan bizani tanamizni olib yuradigan ruhimiz bor. Ularning ham ichida o'zini ruhi bor. Ular o'zini hayotida qanaqa yashasa ruxsat berasiz. Men ruxsat beraman. Qanaqa yashashdan qat'iy nazar. U qaysidir tajribalardan o'tyapti, men ruxsat beraman. Og'zingizni yoping. Aynan shunaqa odamlarni ko'rib qolgan paytingizda. Bizning ruhimiz juda kuchli hisoblanadi tanamizda ruhimiz va ruh bu hayotga, umuman hayotlarga, yer planetasiga necha marta kelganini, qanaqa qilib yashaganini hammasi uni DNKsida saqlanib qoladi. U hamma narsani biladi. Har bitta olgan bilimlarni esida qoldiradi. U shu orqali tajribadan o'tib komillikka yuqoriga erishishni boshlaydi. Shunday qilib biz o'zimiz sekinlik bilan komillikka erishib, kasb yo'llarimizni ham tanlaymiz va hammasini o'zgartiramiz. Siz tushunishingiz kerak, sizni hayotingizga keladigan har bir o'y, fikr bu sizni oldingi hayotingizda yakunlanmagan narsa. Yakunlanmagan narsa. Sizni bu hayotda vazifangiz nima bilasizmi? Sizni bu hayotda qiladigan ishingiz o'sha qaysidir paytlarda qolib ketgan, yakunlanmagan savolni bu hayotda yakunlashingiz kerak. To'g'risini aytsam, bu karmический munosabat bilan juda ko'p. Ertalabdan kechgacha gapirish mumkin. Har bittangizni yozganingizga qarab, ularni itab-maytab tahlil qilib chiqishimiz mumkin. Endi bunga bizada vaqt kerak. Har bitta insonni bu hayotga kelganiga qarab uni ko'rish mumkin. Oldingi hayotda qanaqa yashaganligini. Dinda ham yozilgan-ku, qayta tug'ilish, karma hayot deb. Va bu karma hayot haqida juda ko'p kitoblarda, juda ko'p filmlarda yozishgan, ko'rsatib berishgan. Hamma narsada. Buni tan olmaslikda umuman ilojisi yo'q. Demak, bu karmический munosabat biza hozir atrofimizda yomon ko'radigan insonlarimiz, yomon ko'radigan farzandlarimiz, yomon ko'radigan xola, amma, bobomiz, yomon ko'radigan ovsinlarimiz, bular hammasi karma. Yonimizda yurganlar. Siz yomon ko'radigan, siz ko'zingiz bilan ko'rib, qaysidir insonni yomon ko'radigan bo'lsangiz, siz u bilan karmический hayotdasiz. Siz misol uchun hozir o'tirib, qaysidir singlingizni yoki qaysidir opangizni, akangizni, yaqin insoningizga, deylik, turmush o'rtog'ingizga, farzandingizga yoki kimgadir, boshqa opangizga telefon qilib yomonlashni boshladingizmi? Anon qara, o'zidan singlingiz aytyapsiz, opangizga palonchini qara, o'zidan kibr yasab olgan. O'zicha u. Bo'ldi.
siz o'sha odam bilan karmadasiz. Xuddi shunday qilib yomon ko'radigan insonlaringizni his qilsangiz, karmik munosabatda ekanligingizni bilasiz va siz bu bilan uzoq qolib ketaverasiz. Yomon ko'rib. Qarab ko'ring-da, hozir qancha karma partnerlaringiz siz yoningizda. Menda ham avval aynan bu bilimlarni olmagan paytimda, bilmagan paytimda 2019-yil oldingi hayotimda atrofimda karmik munosabatli insonlarim judayam ko'p edi. Men sekinlik bilan ularga nisbatan fikrimni o'zgartirdim. Ularga nisbatan ongimdagi qarashlarimni, nazarlarimni o'zgartirdim. Va aynan atrofimda karmik insonlar ongli munosabatga o'tdi. Demak, karma munosabat, birinchi karmik munosabat, ongli munosabat, ikki yulduzli munosabat. U hozir sizga kerak emas. Biz karmik munosabatdan ongli munosabatga o'tyapmiz endi sekinlik bilan. Karmik munosabatni menimcha yaxshi tushunib oldingiz. Tushungan bo'lsangiz, plus belgisini qo'yib yuboring. Va biz hozir karmik munosabatdan ongli munosabatga o'tishni boshlaymiz. Men chat guruhini o'qiyman. Hozir sirobkor ayol kursidan ham kirib ishlaydiganlar bormi? Demak, biz karmik munosabatdan ongli munosabatga o'tamiz endi sekinlik bilan. Rahmat, men bor ekan. Tak, endi biz yozishdi. Mana juda ko'p savollar berishyapti. Menda onamlar, singillarim meni gapirishadi. Men ularni gapirmayman. Shunda kim karmasi bo'ladi? Demak, karma ularda bo'ladi, Zulfiya. Karma ularda bo'ladi. Siz muhokama qilmayapsizmi? Bo'ldi. Siz o'zi asta-asta karmik birinchi, ikkinchi chakradan yuqoriga 3-chakraga o'tasiz. 3-chakra o'zi bu ong chakrasi hisoblanadi. Bu o'zi qalb chakrasi, ego chakrasi. 3-chakra. 3-chakra ongli munosabat chakrasi, 3 turga qarab. Biz o'zi yulduzliga borganimizda yuqori chakraga o'tishni boshlaymiz, tepaga. Siz gapirmasangiz, demak, ular sizni muhokama qiladigan bo'lsa, demak, ular karmik munosabatda siz bilan. Siz karmik munosabatdan siz karmik munosabatni sekinlab yopib, ongli munosabatga o'tishni boshlaysiz. To'g'ri, biz karmadan ongliga birdaniga o'tib qolmaymiz. Yomon ko'rgan farzandimizni asta-asta yaxshi ko'rishni boshlaymiz. Unga sevgi berishni boshlaymiz. Uni qalbdan, yurakdan his qilishni boshlaymiz. Unga yuragimiz ochilishni boshlaydi. Uni tushunishni boshlaymiz. Shu paytgacha uni har bitta harakatidan yomonlik ko'rib kelgan bo'lsak, unga nisbatan qarashlarimizni o'zgartirishni boshlaymiz. Va biz shu orqali ongli karma munosabatdan ongli munosabatga o'tishni boshlaymiz. Tushunyapsizmi? Onalar o'z qizini yomon ko'rmasa kerak. Yo'q, yomon ko'radi. Va bu ona u qizini yomon ko'rdi degani bu yomon narsa emas. Prosta u ona u qizini sevolmayapti. Siz qaysidir ona qizini yomon ko'rdi deganda bir yomonlikni ko'rib o'rmang. Prosta hozircha u ona u qizini hozircha yaxshi ko'ra olmayapti. Hozircha u qizga qalbdan joy bera olmayapti. Sababi onani ham juda ko'p og'riqlari, juda ko'p tajribalari, juda ko'p hayotda o'tgan sinovlari bor. Qaysidir vaziyatda u qizi unga nimanidir ko'rsatib yuboradida, qizini yomon ko'rib ketishi mumkin. Shuning uchun siz bu narsani aytishda kimnidir ayblab gapirmang. O'zi umuman har birimizda tajribalar bor-da, har birimizda faqat tajriba bor. Kimnidir kim yomon ko'rish yo'q. Men prosta hozir tushunarli qilgan holatda gapiryapman. Siz ham hozir tajribadan o'tyapsiz.
tajribadan o'tyapsiz. Tajribadan sevgi bilan o'tish degan narsa borda. Misol uchun qaysidir ota-onaga ispasroq, nogiron farzand beriladi. Nogiron farzand beriladi. Chunki u oldingi hayotida kasallik bo'yicha qaysidir savollarni hal qilmagan. Yoki bo'lmasa, kasal insonlarni ustidan kulgan bo'lishi mumkin. Endi bu oldingi hayotda va bu hayotda aynan u kasal insonlarni, isi yo'q insonlarni tushunish uchun, his qilish uchun unga farzand beriladi, nogiron, va u o'sha nogiron farzandini tushunib, uni qabul qilib, uni parvarishlab, unga ongli munosabatda qarashni boshlasa, unda уже bo'ldi, bu savol yopiladi. U farzand tuzalib ketadimi, yo'qmi, uni farqi yo'q. U o'zi mehr bilan uni parvarishlashni boshladimi, уже u bu savolni hal qiladi va keyingi hayotida aynan o'sha nogiron farzand ham, o'sha nogiron farzandni tarbiya qilgan ona ham juda katta missiyada keladi. Chunki ular juda katta tajribani bosib o'tadi. Farzand ham katta tajribani bosib o'tayotgan bo'ladi. Ona ham katta tajribadan o'tayotgan bo'ladi. Va shu orqali ular juda katta missiyada va juda boy badavlat bo'lib keyingi hayotda keladi. Agar ular ongli ravishda tushunib, anglab, xatolarsiz ketayotgan bo'lsa, Xudoni ertadan kechgacha Xudoga nola qilib, menga nimaga bunaqa farzand berding, charchab ketdim. Yo'q, u haqiqatdan ham o'sha farzandni sevib, uni parvarishlab, uni qalbdan unga qarab ketadigan bo'lsa, u juda katta missiyada keladi. Va biz aynan bu insonlarni trans holatiga tushirib gaplashib ko'rganimizda, oldingi hayotda xuddi shu farzandlar shunaqa nogironlar bilan kelib, anglab, o'sib yuqoriga chiqib ketgan. Sizni manunchagina qilgan yaxshiligingiz ham katta qilib keyingi hayotda, ya'ni keyingi siz keladigan hayotda uni sovg'alarini olasiz baribir. Bu narsani umuman iloji yo'q olmasligingizni. Sizni har bitta qiladigan harakatingiz sizga faqat baxt, sevgi olib kelayotgan bo'ladi. Har bir siz beradigan bu dunyoga mo'jiza. Masalan, siz oilada 4 ta yoki 5 ta farzand bo'ladigan bo'lsangiz, sizni oilangizda aynan isi yo'qroq farzand tug'ilgan bo'lsa, demakki sizni ham geningizda, DNKingizda aynan isi yo'q farzandni qoni oqayotgan bo'ladi. Siz oila bilan, mehr bilan ishlab, tushunib, ongli savol, bu karma savolingizni yopsangiz, ongli savolga o'tib ketasiz. Men bitta onani bilaman, farzandi isi yo'qroq, endi to'g'risi til bilan aytganda tentak bo'lib tug'ilganda, butun umr uni qarg'ab o'tdi. Butun umr deganda, to'g'ri, umrining ko'p qismida qarg'ab o'tdi va u ayol qarigandan keyin umrining oxirlariga yaqin o'sha farzandini o'ylashni boshladi. Men o'tib ketganda bu farzandim qanday qiladi, kim qaraydi bu farzandimga deb, o'sha u ona karma, ya'ni farzandga karma edi-ku, ongli munosabatga o'tishni boshladi, qiziga sevgi berishni boshladi, qizini haqiqatan yaxshi ko'rishni boshladi, pensiyalarni unga berishni boshladi va u ayol bu hayotdan o'tib ketdi. Hozir u onaxon juda yoshlari katta, joylari jannatda bo'lsin, va u ayol, onaxon bu savollarni ketishda yopib hal qilib ketdi. Ko'ryapsizmi? Biz o'sha umrimiz oxirida ham bu narsani anglab his qilsak, bu o'tib ketaveradi. Shuning uchun hamma narsa, har bir detalga e'tiborli bo'lib qarashimiz kerak. Biz balki missiyamiz yuqoriga ko'tarilib ketsa, biz bu yer planetasi, boshqa sevgida his qiladigan planetalarga kelamiz va biz karmadan ongliga как лестница bo'lib chiqishni boshlaymiz. Siz уже ongli munosabatda sevgini ko'rasiz, his qilishni ko'rishni boshlaysiz, tushunasiz va o'zingizdagi boshqa bir qurollarni ishlatishni boshlaysiz. Sizda qurollar bu mehr berish quroli, muhabbat berish quroli, odamlarni muhokama qilmaslik, yaxshi ko'rgan saringiz sizda karma munosabatlar yopilishni boshlayveradi. Siz o'zi tushunasiz, bu karma hayotni yopish kerak ekanligini, bu vaziyatni anglash kerak ekanligini, bu vaziyatlarga qaytib kelishni xohlamay qolgan paytingizda o'zi sizni karma hayotingiz sekinlik bilan ongli hayotga o'tishni boshlaydi va siz o'zi charchab ketgan bo'lasiz karma hayotlardan. Endi
ko'pincha bu hayotda biz ikkita para bilan kelamiz-ku, ikkita parada. Agar ayol erini o'stirayotgan bo'lsa, abyuzer ayollar bor, umuman erini o'stirolmaydi-da, eri bir umr kambag'alchilikda o'tib ketadi. Bu ayol energiyasiga ham bog'liq. Agar ikkita ongli munosabatdagi inson, ikkita parочкаni o'ylaydigan bo'lsak, sekinlik bilan eriga mehrni, sevgini berib, uni qo'llab-quvvatlashni boshlagan bo'lib, ular juda ham chiroyli uylar qurib, birga hayotni chiroyli qilib kechirishni boshlab, oilada sokinlik kirishni boshlagan bo'lsa, bular уже bu er-xotin ham ongli munosabatga o'tgan er-xotinlar hisoblanadi-da. Chunki ularda natija bor. Natija ularni chiroyli uy qurganida, natija ularni oilasida sokinlik, xotirjamlik, bir-birini tushunishni boshlaganligi, bir-birini qo'llab-quvvatlaganligi bor. Bular ongli munosabat yashayotgan er-xotinlar hisoblanadi. Agar ikkita er-xotinlar ajrim kelgan bo'lsa, yo ayol energiyasi oshib ketadi, yo erkak energiyasi oshib ketadi, baribir ajrim keladi. Xohlaysizmi, yo'qmi, u ketadi baribir yoningizdan. U ketadi sizni yoningizdan. Energiya vibratsiya oshib ketsa, biz aytdim-ku, bir to'lqindagi odamlar faqat birga yashaymiz. Boshqachasiga yasholmaymiz. Biz hozirgi ongimiz bilan qirollar oilasiga bora olmaymiz. Hali qirollar oilasiga ongimiz bilan yetib bormaganmiz. Va biz hozirgi holatimizda gelik mashina hayda olmaymiz. Gelik mashinaga hali ongimiz bilan yetib bora olmaganmiz. Biz hozir Cobaltga yoki Nexia 3 ga yoki Gentra'ga ongimiz bilan yetib borganimiz uchun kelamiz. Va shu orqali o'zimizga mos, vibratsiyamizga mos, bizni his qilishga tayyor bo'lgan insonlarni tortishni boshlaymiz. Уже u ajrim bo'ldi degani bu savol kattalashib ketdi degani emas, yoki u keyingi hayotida ham kim bilandir ajrimda keladi degani emas. Просто ikkita insonni, ikkita ruhni bir-biriga to'lqini to'g'ri kelmaydigan paytida hayot baribir u to'lqindagi insonni olib qo'yadi yonimizdan. Chunki bular abyuzer, ko'p er-xotinlar bo'ladi, abyuzerlar bo'ladi, bir-birini yeb tamom qilib qo'yadi ular. Bir umr barbod qilib yashaydi ular, abyuzerlar. Ayniqsa erkak abyuzerlar ayolni juda ham adoyi tamom qiladi. Va yo u ayol o'sha abyuzer erkakka abyuzer erkakni butun umr qabul qilib yashaydi yoki u abyuzer erkakdan ketadi. Qachonki o'sha abyuzer erkakdan ayol ketsa, ayol rivojlanib ketishi mumkin. Mana shu tomonlari ham bor. Har bitta narsani, har bitta holatni. Biz ilojimiz yo'q har bitta darsimizni, har bir tajribamizni o'sha yonimizda insonlar bilan olamiz. Tajriba o'sha insonlar orqali o'samiz. O'sha turmush o'rtog'imiz, o'sha farzandlarimiz, o'sha odamlar orqali. Shuning uchun agar hozirgi paytda siz qaysidir bir inson bilan yashashda qiynaladigan bo'lsangiz, u bilan juda ham konfliktda ko'p bo'ladigan bo'lsangiz, juda ham ko'p janjallar bo'ladigan bo'lsa, bilingki, o'sha karmichskiy partnyoringiz bilan yo ongli munosabatga olib chiqasiz aqlingiz, ongingiz bilan, yoki uni hayotingizdan chiqarib yuborasiz. Shunaqa insonlar bor. Hozirgi paytda juda ham kuchli o'z ustida ishlagan, ongli munosabatga o'tib ketgan, atrofida pashti hozir yozinglar, kim bor shunaqa inson? Karmichskiy munosabati yo'q, menda yo'q deb yozadigan insonlar bor. Bitta ikkita qolgan bo'lishi mumkin. Agar hozir ongli munosabatda yashaydigan insonlar plus belgisini, karmichskiy munosabatda yashaydigan insonlar minus belgisini qo'yinglar. Faqat haqiqatdan yozinglar. Masalan, men bemalol plus belgisini qo'yishim mumkin, chunki men hozirgi paytda karmichskiy yashaydigan insonlarim hayotimda juda ham kam. Yozinglar qani, kim? Mana bor, latofat. Ovoz bor hozir hammada. Biz tushuning, biz o'sha yonimizdagi insonlar bilan o'samiz faqatgina. Va anglab, tushunib, hayotimizni o'zgartiramiz. Va nimalardir berish uchun bir-birimiz bilan uchrashamiz. Masalan, hozir men bu chat guruhidagi hozir uchastniklarni ko'radigan bo'lsam, hozir men bular ichida kimlarni taniyman? Aris mana necha yillardan bilan bizada o'qishadi va men Aris bilan ongli munosabatdaman. Chunki men nimadan orqali bilaman? Hozir men просто Arisni taniganligim uchun u haqida gapiryapman. Chunki Arisda ham menga nisbatan qandaydir yomonligi yo'q, menda ham Arisga nisbatan yomonlik yo'q. Faqat menda Arisga nisbatan sevgi bor. Shuning uchun men shundan ham bilaman,
bu Aris bilan man faqat ongli munosabatda inson ekanligimni juda ham yaxshi ko'raman va shu orqali o'zim u ham meni yaxshi ko'rishni his qilaman. Shahlo opa man Shahlo opa bilan ancha yillardan beri birgaman va Shahlo opada ham ongli munosabatni ko'raman o'zimda. Sababi Shahlo opa ham menga nisbatan umuman ichida yomonligi yo'q. Hozir men faqat qolganlarni tanimas ekanman. Bu tanimayman degani biz bir-birimiz bilan bir to'lqinda emas degani emas. No prosta hozir men artvore mana endi tiniq bo'ldi. Shu paytgacha artilmagan ekan. Shu orqali ham biz insonlarni bir-birimiz bilan tahlil qilib olsak bo'ladi. Latofatni men hozir ozmi eslolmayapman, lekin eslashga harakat qilaman. Shuning uchun tushunib olishimiz kerak, biz hamma narsani qiyinchilik bor insonlar bilan munosabatga kirishda albatta vaziyatlar og'ir beriladi. Juda ham og'ir beriladi. Juda og'ir karma bilan yashaydigan insonlar bor. Juda qiyinchilikda yashaydigan insonlar bor. Ular hali paqqa ko'p narsani anglamagan va hali ular bo'ldi latofat esladim. Mana misol uchun latofatga yomonligim yo'q. Уже boshqa mavzu ketib qoldi. Sevgi bor. Aynan unda ham menda shu narsani ko'raveraman. O'zimiz orqali aks ettiramiz insonlarni. Yaxshi bo'lsa bizga ular yaxshiligini ko'rsatadi, biz ularga yomon bo'lsa yomonligimizni. Xo'p, biz o'sha ongli munosabatga qanaqa o'tkazamiz? Ularni sevgimiz bilan. Misol uchun Arisni farzandini ham juda yaxshi ko'raman. Ko'p bizani breftlarimizda kelgan, uchrashganman. Juda yaxshi ko'raman qizchasini. Demak, qaysidir hayotlarimda u menga bir yaqin dugonam bo'lgan, o'rtog'im bo'lgan bo'lishi mumkin va men uni qizini haqiqatan ham yaxshi ko'raman. Mana shu o'zi sizga uchrashgan insonlaringizni his qilishingiz. Ko'pincha bo'ladi-ku, masalan, qarang, kimnidir ko'chada ko'rib qolasiz va u juda ham issiq ko'rinadi. O'sha odam sizga. Demak, u bilan ham uchrashgansiz. Va shu orqali siz o'sha insonni his qilasiz o'zingizni maydoningizda, o'zingizni polingizda. Shunday qilib biz karmический munosabatdan ongli munosabatga asta-sekinlik bilan qalbimizdan ularga sevgi berib, qalbimizdan nur berib, ularni tushunib, ularni yaxshi ko'rib yopishda boshlaymiz. Endi to'g'ri, vaqt kelsa janjal bo'ladi. Janjalga janjal bilan qaytarasiz. Bu ham kerakli paytida bo'ladi. Abida bo'lib ketadi ota-onalarimizga nisbatan. U ham kerakli paytida bo'ladi. O'zi bu hayotda hamma narsa kerakli paytida, kerakli vaqtida bo'ladi. Biz karmический munosabatdagi insonlarni ko'zimizni yumib, uni his qilib, meditatsiyalar orqali kechirishimiz mumkin, uni ongliga o'tkazishimiz mumkin. Endi hozirgi paytda kvant bilimlarida bor insonlar prosta ko'zini yumib 2 soat his qilib o'tirmaydi-da, shunchaki qog'ozlarga yozib prosta o'sha narsani eritib, butun olamlarni eritib yo'q qilib yozishi mumkin. Masalan, shu insonga nisbatan karmический eritilsin deb eritib yuborishi mumkin. Yoki bo'lmasa oddiygina o'y xayol bilan, nazar bilan o'zgartirib yuborishimiz mumkin. O'sha odamlarga nisbatan har xil holatlar orqali to'g'rilashimiz mumkin. Yana bitta inson bilan juda ham qattiq konfliktga kelib, keyin u bilan sevgiga o'tib ketishingiz mumkin. Masalan, men o'zimni hayotimda opamlar bor, men o'sha opam bilan karma onglining o'rtasida yurardim va juda ham katta baqir-chaqir urush bo'lgandan keyin u opam bilan hozirgi paytda ongli munosabatga o'tib ketdim, rostdan ham yaxshi ko'rib ketdim. Xuddi shunaqa qilib men ongli munosabatga o'tdim. O'sha opam bilan orada 2 oyga yaqin gaplashmadim. Chunki bilardim karmический munosabatda ekanligimni va mayli gaplashmasligimga ham rozi bo'ldim. Bir umr mayli shu opam bilan karmada qolib ketsam ham, keyingi hayotda yana qayta kelib bu bilan bu savol yopishim kerak bo'lsa ham yopaman deb unga ham rozi bo'ldim. Hamma narsaga rozi bo'lganimdan keyin shunaqa vaziyat bo'lib ketdi. U bilan ko'rishib qoldik va opam meni quchoqlab, bag'riga bosib, yig'lab mendan ikkinchi hech qachon urushmaymiz deb men bilan quchoqlashib ko'rishdi va biz mana shu orqali ongli munosabatga o'tib ketdik. Ko'rdingizmi? Shu kerakli paytida janjal ham, urush ham hammasi aynan vaqtida bo'ladi. Hamma narsani faqat siz his qilsangiz bo'ldi, o'zi o'zgarib ketaveradi ong bilan ishlagan paytimizda.
Keyingisi esa sizni o'sha joningizga o'ta tegib ketadi. Jahlingizga, maneringizga yetgandan keyin ham u odam bilan siz ongli munosabatga o'tib ketasiz. Menda qandaydir hozir chat guruhdagilarni gaplari kelmay qolyapti. Nimagadir bu telefonimdan kiryapman-da. O'zingizni seving, qalbingizga quloq soling. Singlim bilan xuddi shunday vaziyat bo'ldi, bugun yarashdik va ko'ryapsizmi, Aris, menda ham xuddi shunaqa bo'ldi-da. Lekin to'g'risi gaplashmay yurgan paytlarim juda ham qiynalib yurdim. Baribir yopishim kerak deyman, bu savolni hal qilishim kerak deyman, no, hammasi sevgi bilan hal bo'lib ketdi. Yana yozishyapti. Bu chat guruhimizda ham bor ekan, yozishyapti. Endi karmический munosabatlar, hozir karmический munosabatlar qachon to'g'rilanmaydi? Qachon bu savol yopilmaydi? Qachonki inson o'sha savoldan, o'sha hayotdan qochib yuraversa, to'g'rilanmaydi. Hal qilishni xohlamasa, o'shani ustida ishlashni umuman istamasa, u уже karmический munosabat yopilmaydi. Siz o'zingizdagi qurollarni ishlatmayotgan bo'lasiz. O'zingizdagi qurollarni. Va o'sha odam bilan o'chakishaverasiz, o'sha odam bilan urushaverasiz, o'sha odam bilan janjallashaverasiz va shu orqali siz karmический munosabat yakunlanmaydi va u savolni yelkangizga ortib, marhamat qilib keyingi hayotingizga olib ketasiz. O'sha odamga bosh egolmaysiz, ilohiy bosh egolmaysiz. O'sha odamga, karmadagi odamingizga sevgida qarolmaysiz. Karmani yakunlashni umuman xohlamaysiz. To'g'rilamaysiz, hal qilmaysiz va bu karma munosabatda qolib ketaveradi. Hayotni to'g'rilash, hayotni osoyishtaga o'tkazish, hayotni o'zimiz xohlagan vaziyatga o'tkazish, hayotni o'zimiz xohlagandek yashashga o'tkazish, bu faqatgina sizni ichingizda, bu kutish mumkin emas narsada, biz kutib o'tira olmaymiz-da, o'sha vaqt ketyapti. Har kuni yangi kun. Bizga 24 soat vaqt beriladi. Har bitta hayotimizdagi inson bilan hayotimizni to'g'rilashimiz uchun, hayotimizni chiroyli qilishimiz uchun. O'sha vaqt ketgan sari umr o'tib ketadi va biz insonlarga yomon abidada, yomon og'riqda bo'lib qolib ketaveramiz. Bu bilan o'sha qabrga kirayotgan paytimizda o'zimizni hamma yopilmagan savollarimizni olib kirib ketamiz va u marhamat qilib bizga yana yangi hayotimizda bizani qiynab, yana og'riq bilan olib kirib kelaveradi. Mani dadam juda ham namozxon insonlar, dadam aytganlarda, insonni orqasida juda bir kichkinagina bir jihoz bo'lar ekan, juda kichkina jism, yelka mana позвоночникda, ya'ni umurtqamizda, orqada umurtqamizda juda bir kichkinagina позвоночникda shunaqa narsa bor ekan, tanamizda turar ekan va u hech qachon yondirilsa ham, o'tda yondirilsa ham yonmaydi-da. U hech qachon yo'q bo'lmaydigan narsa, aynan o'sha ruh. Bu degani biz bir umr tirik bo'lamiz degani, bir umr mavjudmiz bu hayotda. Hech qachon hech qayerga qochib keta olmaymiz. Har bitta savolni ustida o'tirib hal qilmas ekanmiz, ham amalda, ham nazarda, ham miyada, ham fikrda, ham ongda. Biz bilan ro'baro kelaveramiz. Aynan o'sha ichimizda kichkinagina o'lmaydigan jism, ruhimiz olib yuraveradi ana o'sha narsani. Xudo shu darajada insonni mukammal qilib yaratganda, ko'ryapsizmi? Siz yoqib yuborilsangiz ham o'lmaysiz. Va siz qanchalik yaxshi, yengil ruh bo'lib bu hayot tark etadigan bo'lsangiz,
sizni Xudo o'sha Azroil farishtasi joningizni olishga kelgan paytida qiynab olmaydi joningizni. Chunki biz qanchalik ko'p og'riq bilan yashab, qanchalik ko'p odamlarga og'riq bilan o'tib ketaversak hayotimizni, bizani jonimiz olinadigan paytida ham juda og'riqlar bilan olinadi. Iso payg'ambar bu hayotda joni olinayotgan paytida uni farishtalar olib chiqib ketgan tanasidan va u tanasi yonganini ham hech narsani his qilmagan. Chunki u payg'ambar. Chunki u sevgida yashagan. Chunki u hammani hurmat qilgan. Chunki u hammani qadrlagan. U hech kimdan hech qanaqa yomonlik ko'rmagan. Shuning uchun uni joni olinayotgan, qiynoq bilan jon olinayotgan paytida ham u osonlik bilan Xudo tomonidan yordam berilib ketgan bu hayotdan. Va buni ko'pchilik juda ham yaxshi biladi. Bu hamma narsaga qarash degani. Ajratmaymiz. Yaxshi yomonga bo'lmaymiz. Har bitta narsada faqat o'zimizni ko'ramiz. O'zimizni ilohiy jismimizni, o'zimizni ichimizdagi hujayramizni, o'zimizni qo'limizni, oyog'imizni ko'ramiz. Kimnidir yomonlayotgan paytimizda his qilishga harakat qiling. Har bitta insonni, har bitta o'sha yomon ko'radigan odamlaringizni hammasini his qiling. Ayting o'zingizga, mana shu hozir menga bergan tajribasi uchun men minnatdorman. Shu inson bilan ongli munosabatga o'tishga tayyorman. Men shu inson bilan hamma narsamni yaxshilikcha hal qilishga tayyorman deb aytaverishingiz kerak. Makkada ham odamning jasadi butunlay issiqda yo'q bo'lib ketar ekan. Lekin umurtqadagi shu disk chirimas ekan. Ularni yig'ib bir joyga to'plab qaytadan ko'mishar ekan. Ko'pchilikni bir joyga to'plab qo'yar ekan. Xuddi shunaqa. Men bu ma'lumotni mana hozir yana siz ham aytyapsiz, juda chiroyli qilib tushuntirib berdingiz. Xuddi shunaqa o'sha jism na o'tda yonadi, na chiriydi, na yo'q bo'ladi. O'tda yonmas, kuymas degan narsa. Xuddi shunday. Va bu u bizani o'sha butun umrga biz bilan birga o'sha aynan disk, aris, programma, hamma fleshka, hamma hayotimizda qilgan narsa o'sha diskda turaveradi. Tajribalarimiz, hayotdagi bosib o'tgan yo'limiz, yaxshi yomon qilganimiz, manfaatimiz, nima uchun yashaganimiz, hammasi o'sha diskda turadi. Va u diskdagi har bitta qilgan minusovoy harakatlarimiz uchun jazolagan odamlarni jazolaganligimiz uchun o'sha diskda turganligi uchun biz hammasi uchun qayta javob beraveramiz. O'sha aynan diskimizni biz toza, oppoq suv bilan to'ldirishimiz kerak. O'zi qarangda mana hayot bitta turkdan eshitgandimda, hozir men u turk aytgandi. O'zi hayot mana bunaqa oppoq listdan iborat. Bitta turk aytib bergan, turk psixolog. Va mana shu oppoq listda biz oppoq narsani ichini faqat qop-qora zulmatlar bilan, qop-qora qorong'ilik bilan to'ldirib yuborar ekanmiz. Va o'zi hayot mana shu xuddi aynan mana shu qog'ozga o'xshagan yengil jism, yengil narsa. Biz uni og'irlashtirib yuboramiz. Qiyinlashtirib yuboramiz. Yomon ko'ramiz u insonlarni, jahlimiz chiqib ketadi. U qo'shiqni agar turkchani tushunsangiz men sizga tashib beraman. Juda ham ajoyib tarzda aytilgan u qo'shiq. Nafratlar, g'azablar odamlarga nisbatan, yomon ko'rishlar, mansab talashlar. Nima uchun hammasi bizdan o'tadi, ketadi. Agar har bitta inson hozirgidek aytadigandaqa fikrlaydigan bo'lsa, bu hayotda o'zi shayton o'zi qolmasdi. Faqat farishtalar bilan to'lardi. Va ana shu farishtalar bilan to'lgan dunyoyimiz ham boshqa planetalarga o'xshab jannatga o'tib ketardi-da. Ya'niki bizda ham keyin o'sha bo'lmasdi qiyin hayot,
hayot bilan bellashish, hayot bilan olishish, hayot bilan tortishish degan narsalar o'sha bizada qolmasdi. Agar hammamiz jannat mana shu farishtaga aylanib ketganimizda. Prosta og'irlashtirib qo'yamiz. Biza prosta og'irlashtirib qo'yamiz. O'sha biz hozir karmaga o'tayotgan bo'lsak, yomon ko'rgan insonlarimizni ichimizda urishib yuramiz. Unday qilaman, sen bilan bunday qilaman. Jonlarimga tegib ketdi. Uni ko'rganingizda behuzur bo'lasiz. Baqirib ketgisi kelib ketadi, yo o'tirgan joydan qochib ketgisi keladi. Aynan karmasi bor insonlar hayotingizda bo'ladigan bo'lsa. Va siz уже asta-sekinlik bilan yashashni o'rganasiz. Qonunlarni o'rganasiz. Ya'niki yer qonunlari, borliq qonunlarini tushunishni boshlaysiz. Hamma narsani aks ettirish qonunini o'rganasiz, olish berish qonunini o'rganasiz, munosabatlarni o'rganasizda va siz ongli munosabatga o'tib, yaxshi hayotni yaratasiz. Demak, ongli munosabat bu yuqorida aytganimdek 3-chakradan boshlanadi. 3-chakra yaxshi bilasiz, bu qalb chakrasi emas, ego chakrasi, kibr chakrasi. 3-chakrada aynan dunyoda ko'p odamlar 3-chakrada yashaydi. Уже boy odamlar hisoblanadi 3-chakraga o'tgan odamlar. Ularda pul savollar pashti 3-chakrani yuqorisidagi odamlarda hal bo'lgan bo'ladi. Ular ongli munosabatdagi insonlar bir onglida, bir ongsizda yashab o'taveradi. Ularda ko'proq 3-chakrada yashaydigan insonlarda moddiy hayot ko'proq qiziq bo'ladi. Pul ko'proq qiziq bo'ladi. Agar hozirgi paytda sizda moddiy hayot juda ham kuchli, qiziq bo'ladigan bo'lsa, bilingki, siz hozir aynan 3-chakrada, ya'ni o'sha biz aytadigan ongli munosabatga sekinlik bilan qadam qo'yishni boshlagan bo'lasiz. Ongli odam sekinlik bilan lestnitsa orqali, plus orqali bu zinaga chiqadi, keyin bu zinaga chiqadi, keyin bu zinaga chiqadi va sekinlik bilan уже tushunishni boshlaydi ongli munosabatda. Уже bu o'rganishni boshlaydi. Baqir chaqirsiz ham hayotda to'g'rilashni biladi asta-asta ongli munosabatdagi odam. Konfliktsiz yashashni o'rganishni boshlaydi. Endi bu degani u umuman janjallarsiz yashamaydigan emas, prosta umumiy olganda gapiryapmiz biz. Ongli munosabatdagi odam уже sekinlik bilan sevgiga xizmat qilishni boshlaydi. Unda DNKsidagi sevgini boya 1% da 1-2-chakradagi odamlar 1% da tanasini egallab olgan bo'lsa, 99% ni g'azab egallab olgan bo'lsa, endi уже 3-chakrada, 3-ongli odamda уже 50% ni 60% ga qarab tozalanaveradi tana. O'sha 50%, 60% ga qarab tozalanish boshlanadi. Unda o'zi sevgi hissini his qilishni boshlaydi. Уже madaniyatli insonga aylanadi. Odamlarga hurmatda gapiradi, hurmat unda boshqacha bo'ladi, qadr tuyg'usini his qiladi. O'zi unaqa odamlardan yomonlikni ko'ravermaydi. Hamma narsani yaxshi tomonga o'zgartirishni boshlaydi. Hamma narsaga yaxshi tomonlama qarashni o'rganadi. O'sha odam ongli munosabatga o'tgan odamda o'sha negativlar chiqishidan kamayishni boshlaydi. O'sha ongli munosabatdagi inson ongini kengaytirsa, ongli bilimlarni olishni boshlasa, hayotga ongli nazarda qarashni boshlasa, o'zi unda anglash kuchayib ketadi-da va sekinlik bilan u karmический munosabatdan ongli munosabatga o'taveradi. O'sha yoningizdagi karmada sizga qiynab siz ezgan odamlar bilan siz ongliga o'tasiz-ku, qaysidir paytda anglab. Уже u odamlar sizga kerakli bo'lgan darsni yetkazib bergan bo'ladi-da. Qaynonangiz sizni qiynagan, ota-onangiz sizni qiynagan, уже ota-onangiz bilan ham siz yaxshi munosabatga o'tishni boshladingiz-a. Уже ular kerakli bo'lgan darsini sizga beradi. Aynan qiynash orqali sizni tushuntiradi, sevgiga o'tishingizni anglatib yetkazib bergan bo'ladi-da. Уже siz ongli munosabatga o'tishni boshlaysiz. Shu orqali sizni atrofingizdagi karma odamlaringiz kamayib, ongliga qarab ketaverasiz. Shunaqa odamlar bo'ladi, ongli munosabatga chiqib oladi-da, yana o'zi bilmay holda karmik hayot yaratib qo'yaveradi-da. Siz уже bo'ldi, siz orqaga qarab tushmasligingiz kerak. Ongli munosabatda ko'tardingiz-ku, pog'onani, lestnitsada ko'tarildingiz-ku, уже siz pastga tushish mumkin emas.
ko'paytirish kerak atrofingizda ongliklarni. Oldin juda ko'p urushib yurgan insonlaringiz ahamiyat bersangiz hozir hayotingizda yo'q. Chunki ular sizga o'sha kerak bo'lgan darsni, kerak bo'lgan tajribani, kerak bo'lgan hayotni tushuntirib berib o'sha ketdi ular. Ular vazifasini bajarib bo'ldi yoningizda. Sizni ma'lum bir darajada ongli munosabatga olib kelib berdi. Shuning uchun o'sha sizni ongli munosabatga olib chiqib bergan insonlarning hammasiga rahmat ayting. Og'riqda qolib ketmagan o'sha orqadagi turmush o'rtog'ingizga, orqadagi yomon ko'rgan do'stlaringizga, sizga qaysidir tajribalarni berib ketgan insonlaringizga siz rahmat ayting. Ular hozirgi darajaga olib kelib berdi sizni ongli munosabatgacha, 3-chakragacha olib kelib berdi. Sizni 1-2 chakradan 3-chakraga, mana bu 3-chakraga olib kelib chiqardi o'sha. Bu yoningizdagi hozir ongli munosabatda insonlar sizga 4-chakraga harakat qiladi chiqarib berishga, qalb chakrasiga. O'sha qalb chakrasida faqat sevgini ko'rishni boshlaysiz. Faqat omad 4-chakradan boshlab o'zi hech narsa qiziq bo'lmay qoladi. Har bitta vaziyatda, har bitta holatda sevgini ko'rishni boshlaydi odamlar 3-chakradan boshlab. Agar o'sha sizni ongingizga mos insonlar, karmicheskida yashagan insonlaringiz hozirgi paytda yo'q bo'lsa, siz xafa bo'lmay ulardan ketganiga. Demak, ular karma bo'yicha qolib ketdi. Siz esa anglab, o'z ustingizda ishlab, ongli munosabatga o'tib ketdingiz. Endi siz yaxshilab tushunib oling. Tushuning. Real hayot, bizani hozirgi mana yashab o'tayotgan hayotimiz, mana hozirgi yashaydigan hayotim, mana hozir nafas olishim, sizni nafas olishingiz, hammasi tashqarida mavjud emas. Siz tashqaridan hech narsani qidirmang. Real hayotni faqat ichingizga qarang. Real hayot faqat ichingizda joylashgan. Biror bir vaziyat sizni real hayotingiz emas tashqaridagi. Real hayot faqat ichkarida. Real hayot faqat sizni ichingizda. Ichingizdan boshlanadi real hayot. Ichingizdagi har bir o'y, xayol, fikr hayotni yaratadi. Siz hayotingizda biron bir narsani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, hech qachon tashqaridan boshlamang. Eng oson ichkaridan boshlash. Eng oson ichkari orqali. Ichkaridan o'zgartirsangiz, tashqi hayot o'zgarib ketaveradi. Nimaga masalan biz psixologiyada kimlar bilandir konsultatsiya o'tadigan paytimizda ularni og'riqiga qarab boramiz, ularni fikrini ko'ramiz, ongini kirib tekshiramiz. Qanaqa programmalar bor uni ongida deb qarab ketamiz. Chunki o'sha hayoti orqali u real hayotini yaratib qo'ygan bo'ladi-da. Va biz o'sha ichkaridagi yomon o'y xayoldagi real hayotini ongli hayotga o'tkazib beramiz. Ichimizda odamlarga nisbatan bizani hayotimiz, o'y xayollarimiz yomon bo'lsa, u real hayotga ko'chib ketaveradi-ku. Siz ichingiz to'la karmichеский hayot bo'ladigan bo'lsa odamlarga nisbatan, u qanaqa qilib tashqarida ongli munosabatga o'zgaradi. Shuning uchun bizani ishimiz, bizlar psixologlar o'sha odamlarga o'sha narsani anglattirib berishimiz, tushuntirib berishimiz, his qildirishimiz va uni natijasida uni real hayotda, tashqaridagi hayotda o'zgarishida. Xuddi shunaqa ong ostiga qarab ko'ramiz-ku, ong ostida nimasi bor uni deymiz. 5-marta erga teyapti, uni ong ostida nima bor? Erkaklarga nisbatan shuni ko'raylik deymiz. Bu 4 marta erga tegsa ham 5-eri ham ichkilik bilan bo'lyapti. Keyingi 5-eri ham nima bor uni ong ostida? Mencha bu bunaqa karmichеский munosabatda yashaydi deymiz-ku. Ong ostiga qarab ko'rsa, unda juda ko'p yomon narsalar chiqib ketadi. Endi sizga uyga vazifa, mana uyga vazifani yozib qo'ygandim. Uyga vazifa, uydagilar bilan bo'layotgan munosabatda voy bu mani karmichеский partnyorim ekan demang. Kimdir yomon munosabat taklif qilayotgan bo'lsa, sizga
u munosabat karmaga qarab kirib bormang. Ya'niki sizga yomon munosabatda bo'ladigan insonlar sizga karmический munosabat taklif qiladi. Siz o'zi ancha narsani tushunib bo'lganingizdan keyin ham sizga karmический munosabat taklif qiladigan insonlar juda ko'p bo'ladi. To'g'ri, siz darslardan, tajribalardan o'tdingiz, u insonlar sizga yordam berdi. O'sha yomon dugonangiz, o'sha yomon eringiz, o'sha yomon ustozingiz hamma sizga nimadir o'rgatib berdi, to'g'ri. Endi bu yog'iga shu odam men bilan karmический munosabatda ekan deb o'tirmaysiz. Sizga janjal qilib keladigan paytida siz ovoz tonini pasaytirib, u bilan sevgi munosabatda gaplashishni boshlaysiz. Mayli u buni qabul qiladimi, yo'qmi, siz o'zingizni biling, всё. Hammasi to'g'rilanib ketadi. Ya'niki sizga u baqirib keladigan bo'lsa, siz unga sevgini taklif qiling. O'zi o'zgaradi. Siz undan nima gapirishini xohlaysiz, o'shani taklif qilib ko'ring. O'shanda o'zgaradi. Ichingizdagi kuch-qudratga, ichingizdagi bor asliyatga, ichingizdagi yaratuvchilikka, ichingizdagi nurga, ichingizdagi haqiqiy kichkinagina farishtachaga qaraysiz. Ularda yomonlik bo'lmaydi-da. Sirroz ichingizga qarab to'g'rilanib olasiz. Siz o'zingiz ko'radigan hayotda taklif qilasiz ularga. Karmada qolib ketmaysiz. Ongli munosabatda o'tkazishga harakat qilasiz. Siz harakat qiling. Hamma savol-javobni ichingizdan, sevgidan olishga. Sizni ichingizdagi bilim, sizni ichingizdagi bu kuch, bu qudrat oldida biz hech narsa emasmiz. Eng kuchli bilim, eng kuchli bu ilm, bu sizni ichingizda. O'zi aslida sizdan ortiq kuchli odam yo'q bu hayotda. O'zingiz yaxshi biladigan. Ko'p ustingizda ishlang, shuna natijalarga chiqasiz. O'sha qaysi savol sizni hozir qiynayapti? O'sha savol bilan bir oylab, 2 oylab ishlang. Bizga sizni natijangiz kerak. Bizga sizni sevgingiz kerak. Bizga sizni nuringiz kerak. Nur tarating o'zingizdan. Nur taratish oson-ku. Go'zallikka aylanib ma'buda bo'lib ketasiz. Siz ichingiz mana bu tozalansa, u yuzga beradi. Men o'zim bir paytlar ichim yomonlashib ketgandan, ichim nafratga to'lib ketgandan, g'azabga, negativga to'lib ketgandan yuzimga qaragan odam "Sani nimaga ranging bunaqa?" deb aytardi. "Nima ranging ko'karib ketgan sani?" derdi. Chunki men ichki holatim yaxshi emas-ku. Hozirgi paytda o'zimdan ichimda tozalaganligim uchun ham o'zimdan bemalol nur tarata olaman atrofga. Go'zallik tarata olaman. Chunki bu narsaga keldim. Mehnatlarim orqali, energiya vibratsiyam orqali. Men o'zi ko'p narsani natija deb aytmayman va u darajada o'zimni ko'rsatishni xohlamayman odamlarga. Chunki o'sha odam men ko'rgan natijamni ko'rib xafa bo'lishi mumkin ayrim odamlar. Lekin haqiqatan ham hayotda ko'p narsaga erishganman. Turmush o'rtog'im orqali masalan menga juda ham katta mashinalar sovg'a qilgan. Yaqinda ham bo'ldi bu narsa. Demakki men nimanidir berib olganman borliqqa, o'sha narsani qaytarib olgandirman. Men o'zim u darajada ko'p pul topmayman-da. Masalan, turmush o'rtog'im orqali keladi menga pullar. Demakki, men ham borliqqa nimanidir berib olganligim uchun narsani menga berishadi. O'zi umuman men o'zimni ko'z-ko'z qilishdi va o'zimni shaxsiy hayotimda umuman gapirmayman internetda.
hozir savollar menga kelyapti, lekin nimagadir men bu telefonimdan o'qiyman, bu telefonimda ochmayapti savollarni. Hozir men savollarni o'qiyman. Tak, oxiridan boshlayman, chunki savol ko'payib ketibdi. Misol uchun tushuntiring, sevgi munosabatini taklif qilishdi. Sevgi munosabatini taklif qilish bu juda ham oson. Sevgi munosabatini taklif qilish bu juda ham oson. Sizga baqirib keladigan insonga siz ham baqirib gapirmaysiz. Siz ovozingizni bitta tonini pasaytirib, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, keling hozir shu narsani yaxshi bir-birimizni tushungan holatda gaplashib olamiz. Keling hozir bu narsani biz sevgida hal qilishimiz mumkin-ku, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab hal qilishimiz mumkin-ku. Janjal bilan uzoqqa bora olmaymiz-ku deb siz уже taklif qilishni boshlaysiz. Yoki aytasiz qarshingizdagi partnyoringizga, yaxshisi keling, hozir holatingiz yaxshi emas, keyin gaplashib ko'ramiz deysiz va siz ichingizdan unga sevgi chastotasini taratib turaverasiz. Unga bo'ysunib, ya'niki boshingizni egib turaverasiz unga. Seni rostdan ham qabul qilaman, haqiqatan seni tan olaman, seni yaxshi ko'raman, men senga minnatdorman deb bosh egib turasiz. Xayolan, energetik tomonlama. Men ko'pincha mana bu holatda turaman. Kimdir qarshimdagi qaysidir inson menga yomon munosabatni boshlamoqchi bo'lsa, xayolan, endi mana bu turishda unga tura olmayman-ku. Mana shu turishda xayolan turaveraman. Bu degani, men sendagi yaratuvchini, men sendagi xudoni bir zarrasini ko'ryapman. Hozir hamma narsa yaxshi munosabatda bo'ladi. Hozir hammasi yaxshilik bilan tugaydi. Mayli agar hozir birimizni tushunmasdan janjal bo'lib ketadigan bo'lsa ham, baribir men o'sha vaziyatda ham sevgini ko'rib turaveraman deb, mana shu holatda xayolan bo'lib turaveraman. Mana shu hayotda turaveraman. O'zi aslida u bir-birimizdan aytishadigan paytingizda-chi, bu baqir-chaqir janjal emas. Bo'lsa bir-birimizga sevgi yetishmaydigan paytida bir-birimizdan sevgi olamiz prosta, bo'ldi. U baqirish orqali bir-birimizga sevgi olamiz, shu baqirish orqali bir-birimizni sevgida to'yintiramiz. Mana shuni qilib turavering. O'zingiz bilan ishlash mobaynida ham mana shu turishda turib, o'sha qarshingizdagi hamma insonlarni sevishni boshlaysiz. Hozir kelinglar, kichkinagina aynan shu narsa bo'yicha praktika qilamiz. Prosta o'zingizni bo'sh qo'ying. O'zingizni bo'sh qo'ying. Chuqur nafas oling-da, nafas chiqaring-da, mana shu holatda turavering. Taningizni bo'shashtiring. Men hozir Xudoga, yaratgan egamga murojaat qilaman. Xohlasangiz ko'zingizni yumishingiz mumkin. Yaratgan egamga, Xudoga murojaat qilaman. Xudo orqali meni qarshimga hamma meni bu hayotda o'sishimga yordam bergan karmический partnyorlarim, karmada yashaydigan har bitta insonlarim, men balki ularni men bilan yaxshi munosabatda deb o'ylagan bo'lishim mumkin. Umuman farqi, hammasi qarshimga kelsin. Qarshingizga keladi. Siz hozir kimlardir esingizdan chiqarib yuborgan bo'lishingiz mumkin, lekin baribir ular Xudo tomonidan qarshingizga yig'iladi. Chunki siz o'zi yaratganga murojaat qilyapsiz. Ey Xudoyim, ey meni yuqoridagi oilam, meni yuqoridagi
nurga javob beradigan farishtalarim, hammalar, hamma mani hayotimda, mani o'sishimga yordam bergan insonlar, nurli zarralarim qarshimga kelishsin. Bu bitta inson bo'lishi mumkin, bitta insonda minglab insonlar bo'ladi. Va siz o'rtada, ular sizni o'rab olishgan. Ular sizni o'rab olishgan. Men e'lon qilaman. Men hoziroq bu narsani baralla aytaman. Mani hayotimda, mani o'sishimga yordam bergan, menga og'riqlar bergan, menga kuchli tajribalar bergan hamma ruhiy qarindoshlarim, hamma ruh yaqinlarim, hamma jamiki mavjudotlar shu yerga to'plandi. Men hozir mani hayotimda har bitta tajribalardan o'tkazganliklaring uchun sizlarga ta'zim qilaman. Men bugun bor kuch-qudratim bilan sizlarga bosh egaman. Men bugun Xudoni yaratgan egamni hamma mavjudotlarini oldida sizlardan kechirim so'rayman. Butun dunyolarim bilan, butun olamlarim aro hammasi orqali sizlarga ta'zim qilaman. Biz bitta galaktikadamiz. Biz bitta dunyolardamiz. Men hammangizni yaxshi ko'raman. Men hammangizga bugun bosh egaman. Sizlarni tajribalaringiz, sizlarni ko'rsatgan menga yo'l yo'riqlaringiz hammasi orqali men hozirgi natijaga keldim. Sizlar meni o'stirdingiz. Sizlar meni buyuk, eng kuchli insonga aylantirdingiz. Menga bergan og'riqlaringiz uchun bosh egaman. Menga bergan darslaringiz uchun bosh egaman. Menga bergan har bitta tajribalaringiz uchun bosh egaman. Men bundan keyin karma hayotda yashaydigan insonlarimni man etaman. Menga kerak bo'lgan hamma tajribani berib bo'ldinglar. Men endi faqat ongli munosabatdagi insonlarim bilan kontraktimda davom ettiraman. Kim bilan karmiskiy kontrakt tuzib kelgan bo'lsam, hammasini bugun hozir shu onda bekor qilaman. Yaratgan egam. Men hammasini bugun man etaman. Men keraklicha hayotda zarbalarida yashab bo'ldim. Endi faqat ongli hayotda yashashni tanlov qilaman. Boy, to'kin, sochinlik, go'zal hayotda yashashni tanlov qilaman. Sirobgar hayotda yashashni, sog'lom hayotda yashashni men bugun tanlov qilaman. Men tanlov qilaman. Har bitta insonni yaxshi ko'raman. Atrofimda
Hozir atrofingizda yig'ilgan har bitta insonga bosh eging. Hammasini sevaman. Men bundan keyin faqat sevgini his qilib, ichimdagi ilohiy nurni his qilib yashayman. Qalbimdagi yorug'likni his qilib yashayman. Faqatgina shu qalbim bilan dunyolarga, olamlarga taralaman. Menda endi faqat chastotam, to'lqinlarim sevgini taratadi. Faqat olamga go'zallikni taratadi. Endi menda yomonlik yo'q, faqat yaxshilik taraladi. Faqat yaxshilik. Bu yaxshiligim orqali hayotim butunlay o'zgarib ketadi. Hammaga rahmat. Farishtalarimga rahmat. Allohimga rahmat. Meni yaratgan egamga rahmat. Hamma dunyodagi olamlarni yaratgan mavjudotlarga rahmat. Hammalaringdan bugun kechirim so'rayman. Men sizlarni sevaman. Men sevgiman, любовь. Men sevgiman. Я тот, кто ген любовь. Men sevgi geniman. Menda faqat ongli hayot bor. Menda faqat go'zal hayot bor. Meni DNK'mdagi yashirinib olgan sevgi 100% tanamni egalla. Men buyruq berdim. Hozir taningizdagi qoningiz butunlay sevgiga aylanishni boshladi. Taningizdagi 90, 95, 99% DNK'dagi hamma g'azab sevgiga aylandi. Aylantiring sevgiga, nurga. Nur faqat nurga aylansin. Boshingizdan boshlansin. Tana bilan qora narsani, g'azabni, nafrat, pulsizlik, kasallik просто sevgi qoplanishda boshlasin. Tana qoplansin sevgi bilan. Bellaringizga keldi. Dumg'aza tomon bilan oyoqlaringiz pastidan tushib ketsin. Siz sevgiga aylandingiz. Ba'zi payt просто qo'l bilan harakatlar qilish ham bu o'zingizda yuqori olamlarga ochayotganligingizni bildiradi, yuqori energiyalarga. Ularni qabul qilayotganligingizni his qildiradi. Chunki ahamiyat bersangiz, telefonlarda ko'rgansiz, ruhlar aylanib o'ynab yuradi. Xuddi shunday qilib harakatlar orqali taningizni to'yintiring va siz DNK'ngizda sevgi rivojlansin. 100% sevgi, 100% любовь. Sevgi. Tana 100% sevgida. Tana 100% nurda. Tana 100% go'zallik va jozibadorlikda. Faqat xursandchilikda. Faqat nur. Nur bor, siz bor. Yaratgan egamga ta'zim qiling. Hamma dunyoga ta'zim qiling. Va xursandchilik kayfiyatida qaytishingiz mumkin. Butunlay sevgiga aylandingiz. Men sevgiman. Men nurman. Hozir tanangizda qaytishingiz mumkin. Tana yangi to'lqinni o'ziga qabul qildi. Ya'niki biz internetdan foydalanganimizda ham, internetda ham o'zining skorisi bor. Xuddi shunday sizni hozir
o'sha g'azabga javob beradigan narsa chiqib ketib, sevgi skorostini biz ko'tardik tanangizda. Bu tozalanish, bu bo'lishi mumkin ich ketishi, bu bo'lishi mumkin qayt qilish, bu bo'lishi mumkin tanada qichishish. Bu уже yomon energiyalar chiqishi tanadan. Hozir bu narsalarni men osmondan olib aytayotganim yo'qda, bizga Xudo qalbimizga soladi va shu orqali biz tozalanamiz. Boshqachasiga tozalana olmaymiz. Boshingiz og'risa, dori ichasiz, boshingiz og'rib qoladi. Lekin g'azab, nafrat, alamdan ham tozalanish uchun nimadir qilishimiz kerak-ku. Unga dori yo'q-ku, prosta dorini ichsak-da biz 100% tanamiz nurga aylanib qolsa. Biz xuddi shunday qilib haydab yuboramiz tanamizdagi yomon shaytonni, mavjudotlarni. Ertangi darsimizda полностью tanani tozalash bo'yicha marosim o'tkazamiz. Kayfiyatni ko'tarasiz. Sizni ichingizdagi sevgini ko'rganligimdan, sizni ichingizdagi sevgini tan olganligimdan, sizni ichingizdagi nurda o'zimni nurimda ko'rayotganligimdan sizlarga tashakkurlar bildiraman, sizlarga ta'zim qilaman. Keyingi efirlarda uchrashguncha xayr deb qolaman, chunki meni internetim, telefonimning zaryadi 3% qoldi. Ko'rishguncha sizlarni yaxshi ko'raman. Faqat sevgilaring olamga taralib tursin. Ko'rishguncha.